Саламатсыздарбы, урматтуу Ош шаар тургундары, урматтуу аталар, апалар, ар бир жеринен барып көрөйүн деп күндүк эртең менен мындай аппарат менен жетекчилер бирдикте жер-жеринен көрүп айланып чыгып атам. Кимде кайсыл аймакта кандай проблема бар экен деп. Моту жибек жолу аймактын жашоочулары жаңы өзгөрүүлөрдү дагы жакшы колдоп бергизди. Тартылган жалпы инвестициянын бөлүнүшү боюнча 5.506 тонн. Мэр болуп келгениңиз менен биринчи жолу ушу куттуктайбыз. Sizge iyilik dileyimiz. 4 nima marşrut yürüp atат. Seyrep yolumuz nachar. Bolalarimiz maktabga borishdan qiynalyapti. Mahallalarimiz loy. Bizga marşrutga kiradigan qilib berib qo'yinglar, iltimos. O'shaga 137-nomerdagi marşrutni iligidan tushirib bersinglar. Qaysi yerga jildirish bo'yicha va sizlarga men chiqqanda Marshrutka bo'yicha jigitga butkada yo'l qiladi. Menga yo'l qilasizlar. O'sha bari shu masala bo'ldi. Avtobuslar grafik bilan yurmaydi. Xalaganda yuradi. Xalagan kuni ishga chiqadi, xalagan kuni chiqmaydi. Xalaganda 4 ta bitiradi. Xalaganda vashi ishlamay qo'yadi. Jigit adashib ketdi o'xshaydi marshrutka bilan. Avtobus hech qachon soat 4 ta qolganda to'xtaydi. Bizning bu yerda 170-ko'chaning oyog'ina borsangizdar, dispetcher bor. Ertamen soat 7'de keladi, 8'de akırkı avtobusni jiberib jo'natadi, al jakta biz o'zimiz 5 kishi kutib olamiz. Mexanik bosh bo'lib. Transformator bo'yicha sizga qayrilib жатабыз. 2000 metrda bo'lgan tizimlarimiz tayyor. Sizdan so'raganda o'sha tizimlarimizni tartib, transformator qo'yib berishingizni so'raymiz. Cho'ng rahmat. Elektr ma'muralari yetishmaydi. Жаңы cheklar, yo'llarimizni o'zingizga belgilov. Ana bu ma'murlarga yarasha podstansiya transformatorlar kerak bo'lib o'tadi. Kemida 3 transformator kerak. 132-ko'chaga 12 ta stalba bering. Bilesinglar, жылда eng ko'p maptardan eng ko'p apora sizlar olasizlar. Turavi же qalpa. Быйыл дагы 25-жылга дагы 3 ТМ жаңы дагы дополнительный мощность көтөрөбүз деп дагы 6 ТМ кошуп атабыз. Андан сырткары дагы 36 апораны суранып бизнес планга коштуруп, аны дагы бүтүрөбүз деп атабыз. Ошо жолду бюджеттен жасап беришиңиздерди суранам. Жеңиш Башимович менен элди менен саат 6-да сүйлөштүк. Ошол кожо 1 км 200. Ошону киргизип, ошол жерде асфальттей турган болуп. Mo'loni менен xalq birgalikda mana shu oqsoqollar faqat yashab kelyapmiz o'zimiz. Biz to'liq ishonamiz. Bir gana onadir emas, жалпы Osh shahrining turg'undari buyursa yaxshi salom salib, o'yin ishini ko'p ko'rsatib berasiz. Rahmat. Ko'rib, qo'y, bu yo'l masalasi ekan, sadik masalasi ekan, trotuar masalasi, FAP masalasi, shunday 5 qo'y bar ekan.